Aytib qo'y, bitta farzanding bor. Ana shunga o'tib qarg'ish olma sen. Men baribir qarg'ayman seni. Xudodan iltijo qilib so'rayman. Shu bolangni bir baxtli kunini ko'rmay, men seni baxtsiz qildim deb bag'ringga bosibgina, ezilibgina yig'lagan kunlaringni ko'ray nasib bo'lsa. Bola dog'ini senga ko'rsatsin Xudoyim taolo. Sen erkak emassan. Pul uchun ana shu qarg'ish olgan erkak agar o'rningda men bo'lganimda, men bu hayotda yurolmasdim. Sen vijdonsiz yer ekansan. Sen o'lganganing yaxshi. Seni men bitta men emas, 8 ta oila qarg'ayapti seni. 8 ta oila qarg'ayapti. 8 oiladan bittadan odam 8 ta odam qarg'ayapti seni. Hoji momolar qarg'ayapti seni. Sen betib qarg'ishi eshitmay, betib ko'chada irjayib yurmay, birov bilan qo'shilib yurguningcha o'lganganing yaxshi seni. Seni oyog'ini o'lib, ening bag'riga bosibgina yig'lasin. Sen oyog'ini o'lgin ertaroq. Xudodan men shuni tilayman senga. Ranging kasratgina rangida bo'lmaygani o'lgin sen ertaroq. Shaxsan seni o'rningda men bo'lganda o'ldirib beraydim o'zimni o'zim. Sen o ishni ham qila olmaysan. Sen chunki nomardsan sen. Sen faqat haromdan non yeb kelgan bolasan. Oilangda ham, ana shu ro'zg'oringda ham ana shunday o'tkazyapsan. Bilaysanmi? Avvalda unday qildim, mendan qarz. Avval qarz olmas ekan-ku sendan. O'la, shunda ham bitta otni olaman deb borib, qasamlik qilib kelgan ekansan Chimboyobodda. Hech sen o'ligina betib erkak bo'lmay, o'la, qasam berib ketsin seni betib. Seni betibgina yurmay, o'lganganing yaxshidir erkak bo'lmay. Seni men qo'ymayman baribir, qarg'ab o'taman. Lekin qiladigan ishimni plan qilib qo'yibman o'zim. O'ylama sen. Maishatda yuraman deb. Pulini bermasam zo'r, sen meni pulim senga pullik qila olmaydi aytib qo'y. Aytib qo'yay senga. Esingdan biqlang bilan ham eshit, biqlang bilan ham eshit. Seni baribir ishing bor. Yana yozib ber meni.